Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasıncan Sadıqçıqlarının Bahadırnamə namlıq romanının davamına qulaq sağaysızlar. Yürəkimni yerib çıxan oğlumның əhvalı şu tursa. Ol diyanətsiz Şahbixandan rəncib nemi qılay. Onun üstüge söyümlük nəvri qızım Xanzadı xinimni onunğa öz razılığımız bilən bərginimiz yox. Ol nikah amalının yoxluqıdan aşındaq royapqı çıxıb qalğan. Tərbiyə kömgən səhralıq degen bər-bir bədəvilikini qılıdı ikən. Meni xuddi tiləmçinay degəndək dərgahidən qoğladı. Biçarı nəvri qızım Xanzadı xinim bir gözü yaş, bir gözü qan yığılab qaldı. Tanrı aşındaq adamgömə pərzənd ata qılıdı ikən. Çevrem Xurrəmşah acayip tatlıq balı boptu deysilər. Ol Şahbixan yol qoyğan bolsaydı, onu balı işkisini billi epkilettim. Avu köy oğlum bolmuş Tümür Sultan. Atısı Şahbixan'dan better xumper iken. Kızım Dövlət Sultan Meliki bilen zinhar görüştürmedi. Yanılı köy oğulluğunu siliyet güzdülər bala. Yaşınıp qalğan Bözürük Xanı Şahbigimnin yol boyu qaqşıgan idi. Özünü Ağsuda taşlap qoyup, Yettikentke ketib alğan oğlu Sultan Məhmudxandan rəncitdi. Qılçilik hörmətini qılmay yenidən qoğulub etken Şeybanıxanını qarğaytdı. Muhammed Hüseyin Köragan bu yaşınıp qalğan qeynanısıga amalının barıca təsəlli berişke, köңlünü yasaşqa tırışatdı. Şahbegim Ağsudan yolga çıkıp Parğanı təbəsiga kelgende, onunğa həmrah bop bildi kelgen Seyd Muhammed Mirza, onun Şeybanıxanının qeşiği barmaqçı bolğanlığını bilip, Əndicanda qeyb qalğan idi. Şahbegim onu köp zorlamay, Udul Şeybanıxanının qeşiği kelgen idi. Şu günlərdə Ağsudaki cangda əsirge düşken, qol astıdaki sərkərlərin öldürdüğünü öldürüp, zindanı solaydığınlarını solap, qoşununu bir qitim yatladın tazlığan Şeybanıxan tuyuqsuz payda bop qalğan Şahbegimdin xuduk sirdimu yoki uni yenida ep qilishni xohlamidimu aytavur yo'qilan bahoni sabablar bilan yenidan qo'g'lagan edi. Şahbegim shu mengishida Udul Heratga yetib kelgan edi. Gerçi Sultan Hüseyin Bayqara onunğa katta hürmet bildirib kutib olgan bo'lsa-mu, ammo Şahbegimning ko'ngli Kabulni, navrisi Baburni xohlab qolgan edi. Heratga kelgandan beri Sultan Hüseyin Bayqara'nın xanzadlarının inaqsızlığını köygen Muhammed Hüseyin Köraganmı qattiq ümitsizlengen idi. Şuna qeynanısını Kabulga qoğdap beriş bahanısı bilen Sultan Hüseyin Bayqara'dan icazet sorğan idi. Şu günlərdə ular Kabul yolida idi. Şahbegim öz bilen billa çoğun kızı Mehrinegar xenimni ilib alğan idi. O yaşınıp qalğan boğaçqa atda uzaq o'ltiralmaydı. Kabul yolu tağlıq, onun üstüge oңgul-doңgul bolğaçqa mərdə maŋalmaydı. Köpünçe töygəge joylashtirilgan kajıvda o'ltiratdı. Şuna töygünün rayığı beqib yol avmaydı. Muhammed Hüseyin Köragan qeynanısıdın Şeybanıxanның hərmida Xanzadı xinim qəmrah bop qalğan iki qızının əhvalını bir qanç qitim sorasını köңlüge pükkan bolsa-mu, Şeybanıxanның ismini anlısla qeynanısının çeçilib qaldığanlığını pəmləb bu toğrıda eğiz açmağan idi. Mehrinegar xinim bolsa, mijaz yoxmu yoki səpər harduqı yetdimi aytavur bir həftədən beri kajıvdan düşey deməkdi. Bugün o ahırı tögüdən düşüp atqa mindi. İnim Sultan Ahmedxan alileri qaza qılğandan keyin İnim Sultan Mahmudxan alileri bilen iniler Seyd Muhammed Mirza o'ttirisida arazchilik paydo bo'ldi. Dedi Mehrinegar xinim Ağsudagi ahvollarni so'zlab berib. Bu chaqda İnim Sultan Mahmudxan jiyanimiz Xanzoda Mansurxonga qursaq ko'piki bo'lib turgan ekan. So'ng Seyd Muhammed Mirzaning Mirza Abubakr jazo yurish qilish iltimosini qabul qilmadi. Hem de yamanlıgan hesapta Yettikentke ketdi. Seyd Muhammed Mirza bizni qoğdap Parğan vadisiga yetkizib qo'ydi. Bu chaqda Silinin Xurasonga, Xanzoda Seydxonning Turpanga qaçqanlıq, hem de Şahbixanning qo'l ostidagi asirga tushgan sarkarlardan gohilarini o'ltirib, gohilarini zindonga solganlik xabari anglandi.
Said Muhammad Mirza anamga "Sizlar bilan birga Shaybonxonning dargohiga borsam, og'amdan ololmagan o'chini mendan elishi, hatto jinimga qasd qilishi mumkin. Shunga men Andijon, Oqsi, O'sh, O'rtepidagi bektorlar bilan so'zlashib, Farg'ona vodisida isyon qilishga hozirlik ko'ray deb qilib qoldi." Kaju to'gining ustiga joylashtirilgan taxtiravon debdi izohatda. Malika Xonzoda xonim g'amroq bo'lib ikki qizim qilib qolgan edi. Ta bugungacha ularning xabarini ola olmadim, dedi Muhammad Husayn Ko'ragan. Texsilini ularning ahvolidan xabardor o'xshaydi deb o'ylabdiman, dedi Mehrnigar xonim. Ular bilan ko'rishdim, obdan turibdi. Shohbexon cho'ng qizlari Habiba Sulton xonimni marhum inisi Mahmud Sultonning amirzodasi Abdullah xonga cho'ng Hasan bilan nikohlab beribdi. Aslida kichik qizlar Gavharshod xonimni birga ib kelayli degan edik. Lekin Amirjon Vafobek Gavharshod xonimni kichik o'g'lim Mirza Yarvapog'i nikohlab berib, bola qilib olg'im ba deb validamga yolvorib turib oldi. Hatto bu muddaimni Muhammad Husayn Ko'ragan janoblari bilsimi, cho'qim rozilik beradi. Ko'ragan janoblari bilan o'tirimiz cho'nqur do'stlik bor. Farzandimizning nikohi bilan do'stligimiz tuqqandarchilik o'zgarsa deb tanqislik qo'yib turvag'ashqa validam ilojisiz ma'qullik bildirdi. Ammo Shohbexon bizni ketishga majburlab turvag'ashqa to'yini ko'rishga nasib bo'lmadi. Qizlarining ahvolidan xabar topgandan keyin Muhammad Husayn Ko'ragan bir oz xotirjam bo'ldi. Shaybonxon nima sababdan inisining o'g'liga qizimni ib berish niyatiga kelgandi? Amirjon Vafobekning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, xeyli ko'p amirlar og'izdan chiqara olmagani bilan Mahmud Sultonning tuyuqsiz o'limini og'zi Shaybonxondan gumonlanadigan. Ol hiligar Shaybonxon o'sha gumonni tugutish uchun mushtarni o'ylab topganmidi ya. Nimel bo'lmasin qizim omon esan ekan. Abdullah Mirza marhum dadasiga o'xshash do'stlikning qadriga yetadigan mard, rostchil, jigarli yigit. Qizim uning harmida hargiz xo'rlik tatib qolmaydi. Kichik qizimga Amirjon Vafobekning otadarchilik qilganimi yaxshi bo'pti. Balkim o'ttirimizga do'stlikni ko'zlab shu niyatga kelgandi. O'g'li Yarvapobek qandoqroq yigit bo'lgandi. Ishqilib yaratgan egam qizlarimning baxtini beray. Inim Said Muhammad Mirzaning Farg'ona vodisida isyonga niyat bog'lig'ini yaxshi bo'pti. Uning bilan bir amal qilib aloqalashsam yaxshi bo'ladi. Navkarlarimdan birini Farg'onaga avataymikin. Lekin u inimni qandoq topar? Inim hozir Farg'ona vodisida hargiz oshkor harakat qilolmaydi. Bo'ldilar. Hozircha Kabulga boray. Qoldi ishlarni Bobur podshoh bilan ko'rishganda maslahat qilaman. Kim biladi? Inim Bobur podshoh bilan aloqalashdimi degan. Yoki Xonzoda Saidxon bilan aloqalashgandi. Ular Kabulga Qutlug'nigor xonimning 40 nazariga ulgurib yetib keldi. Bobur mo'misi bilan hammasining etaklarini so'yib, Muhammad Husayn Ko'ragan bilan quchoqlashib ko'rishdi. Shuning bilan Qutlug'nigor xonimning og'zisi qayta boshlandi. Boburning xiyolini bo'lib o'tmaslik uchun biroz saqlab turgan Muhammad Husayn Ko'ragan o'zining kelganligidan bishorat berib yutilib qo'ydi. "Kelsilar janoblari", dedi xiyoldan bosh ko'targan Bobur uningga yenidan joy ko'rsatib va topsida qo'l bog'lab turgan Hudaychiga qaradi. "Qosimbek qovchinga chaparman monganmidi? Keladigan vaqti bo'ldi oliylari." Hudaychining javobi oxirlash bo'g'icha saroy eshigida Qosimbek qovchining bastlik gavdasi ko'rindi. Muhammad Husayn Ko'ragan Boburning Qosimbek qovchin bilan o'zini xos chaqirganini bilib, maslahatlashadigan muhim ish borligini pamladi. U oxir Hirotga berish qaroriga kelgan o'xshaydi. Ilmi bu ish Qutlug'nigor xonimning vafoti bilan xeyli kechikdi. Sulton Husayn Boyqaraning Bobur podshohni Shaybonxonning muqobisiga chiqishga taklif qilib maktub avatganiga bir necha hafta bo'lib qolgan edi. Ikkilarini taraf bolla chaqirtishimki maqsad, dedi Bobur Muhammad Husayn Ko'raganning xiyolini bo'lib. "Boyli Jahongir Mirzadan chaparman keldi.
Sultan Hüseyin Bayqara alileri Seybanxonga qarshi lashkar tortib, Baba ilohga kelganda Tangri rahmatiga ketibdi. Bu xabarni anglab, Muhammad Hüseyin Ko'ragan bilan Qosimbek Qovchin andikkan holda bir-biriga qarashib oldi va tangli qo'l ko'tarib Sultan Hüseyin Bayqaraning ruhiga atab qisqali duo qildi. Qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Dedi Qosimbek Qovchin. Allohdan kelgan qazo uquga qalqan yo'qdir. Balog'i sabr, qazoga rizo debdikan. Ko'ngillarni yerim qilmaslar oliylar. Dedi Muhammad Hüseyin Ko'ragan. Shaybonxon Chin sopini o'ltirib Xorazmni ishg'ol qilgandan keyin qishni o'tkazish uchun Samarqandga qaytibdi deb anglab edim. Chaqqanroq bo'lmasa Hirotni saqlab qolmoqmi tas bo'lib qolmasin yana. Anam rahmatining musibati bilan bo'lib Hirotga berish ishiga to'liq susluq qilgan ekanman. Dedi Bobur hasratlangan holda. Aslida Bayqara oliylarining hamdam bo'lish taklifini topshirib olgan amalli yo'lga chiqsak bo'pti ekan. Chunki ulug' bo'miz Amir Temur Ko'raganning navrlaridan bo'lmish Sultan Hüseyin Bayqaradek cho'ng podshoh atrofiga hamma o'g'illarini va baglarini yig'ib Shaybaqdek dushmanga qarshi yurish qilmoqchi bo'lganda, boshqalar oyoq bilan borsa, bizning bosh bilan berishimizga, boshqalar tayoq bilan borsa, bizning tosh bilan berishimizga to'g'ri keladi. Eli ham kechikmaymiz oliylar, dedi Qosimbek Qovchin. To'g'ri aytdilar, dedi Muhammad Hüseyin Ko'ragan. Shul topda marhum Sultan Hüseyin Bayqara oliylarining musibatidan Shaybonxon allaqachon xabar tepib bo'ldi. Chaqqan bo'lmasa fursatdan foydalanib Hirotga lashkar tortishi mumkin. Navoda shunday qildigan bo'lsa, Hirot xatarda qoladi. Gerçi Xorasonning xillangan sarkard lashkarlari Hirotga to'plangan bo'lsa-mu, ammo marhum Bayqara oliylarining xonzotlari o'rtasida ittifoqlik, birlik yo'q. Marhum xon otasi hayot vaqtidami ul xonzodlarning purchiq pishishmaydi. Amlikda tapriqchilik texim avjiga chiqishi mumkin. Jahongir Mirzning maktubi shu xususda yozilibdi, dedi Bobur oldidagi xatni yangi bilan imo qilib. Chikillar ko'rib beqisila. Xatni avval Qosimbek Qovchin, ondan Muhammad Hüseyin Ko'ragan o'qidi. Sultan Hüseyin Bayqara oliylari ushbu kunlarda bu turaqsiz olamdan oxirat saroyiga yurib ketibdi. Ko'nglimga shundoq bir ish kelyaptiki, mushu mahalda Sultan Hüseyin Bayqara oliylarining xonzotlari bilan ko'maklashsak, muhim ishlarimizning amalga oshish ehtimolligi bor. Kamini inlari sizning ijozatlarini olmayli Hirotga mang'ashtirdim. Balkim tezroq yo'lga chiqsalar, orqamdan yetishib olaydilar. Yuqorqi mazmunni 2 navbat o'qib chiqqan Muhammad Hüseyin Ko'ragan ko'nglida Jahongir Mirzaga qoyil bo'lib qoldi. Jahongir Mirzani tadbirsiz, amoqat, saltanat va lashkariy ishlar ancha epi yo'q deb xato tushungan ekanman. Texi yaqinda Bobur podshoh bu inish ustidan Shirali Bey qatorliq bir qism sarkarlarning fitnasiga ishinib, yana tapriqchilik qilishga urindi. Uni cho'chitib, fitnachilarga ibrat qilish uchun Shirali Beyning kollasini chapqussam, mendan ranjib G'azniga berib oldi deb totlab bergan edi. Qaraganda Jahongir Mirzami uncha hamoqat emaskan. Mana og'zi oldirmaganga oldiribdi. Aras, Bobur podshoh nimishqa Hirotga berishga oldirmagan bo'g'iydi. Onasi Qutlug' Nigor xonimning musibati bir bahona. Buningda cho'qim boshqa bir sabab bor. Jahongir Mirza oldirang'ulik qilib qo'yibdi, dedi Bobur oradagi jimjitlikni buzib. Qandoq deydilar oliylari? So'radi Muhammad Hüseyin Ko'ragan ajablanib. Sultan Hüseyin Bayqara oliylari bu navbat bizga hurmat, ehtirom iboralarini ishlatib taklif avatgani bilan ilgari bir qancha navbat farmon tariqasida maktub avatgan edi. Bu navbat taklifini topshirib elib oldirab yenib bo'lsam, o'zini yana cho'ng tutib, meni ko'zga ilmasligidan andish qilgan edi. Mana endi kutmaganda qazo qilibdi. Xonzodlarning ahvoli qo'ypayli bo'lsa bizga qarang'u. Mushundaq sharoitda Hirotga borsak, ul xonzodlar bizdan andish qilib qolarmikin deyman.
Şoň ulardan qayta taklif kelgendan keyin andan baraylimkin dep oýlap edim. Babur padşahnyň Hiratga berişi aldyrmaslygyny sebep muş ekende. Muhammed Hüseyin Köregan Baburga qarady. Jahangir Mirza yolga çıkıp boğan bolsa saklap durmayly alylar. Derhal yolga çıksak arqasydan yetişip elişimiz mümkin. Ämdi şundaq qılmaymy çary ýok dep qılady. Dedi Babur bir qararga kelip. Nawady Jahangir Mirzanyň arqasydan yetişip alsak, Xanzadlardan teklip gelgiçe Hiratga barmay saklap turarmyz. Yetişelmey qalsak, Hiratdy körüşmey amalymyz ýok. Jahangir Mirzany saklap duruşga buyurup çaparmen mangızamdyk ya. Sorady Qasımbek Qawçyn. Ajatsiz, dedi Babur. Jahangir Mirzanyň huýy silgimi ayan. Onuň maň bolgan rendişi tehi besilgini ýok. Bundaq çagda çaparmen mangızsam, yana hata düşünüp gelişi mümkin. Qasımbek Qawçyn qayta ifade bildirmedi. Haras, dedi Babur muhim bir işini esiga algandek Muhammed Hüseyin Köreganga qarap. Bay Jahangir Mirzanyň çaparmeninden awalrak maňlay suýar tarapga ebetken aýgakçymyz qaytyp geldi. Muhammed Hüseyin Köregan diqqatini ýygdy. Aýgakçynyň maglumatyga qaraganda, dedi Babur bir neçe daqiqa turwagandan keyin. Mirza Abubakr leşker tatyp berip, kuşny işgal qıpdy. Hemde uşdaki ahalynyň hemmisini Qashqarga köçürüp, kuş gorgunyda leşker turguzypdy. Hazır Aksuga hırs kılıvatkan okşaydı. Bu Muhammed Hüseyin Köregan üçün yeni bir şum haber idi. Enisi Seyyid Muhammed Mirza hazır o tarafta yok idi. Sultan Mahmud Han mu 7 kentge berip idi. Şu tapda o Aksudan vayim yep turvatkan bolsumu koludan hiç iş kelmeydiganlygyny hiyalyga keltirip tolumu äpsuslandy. Mirza Abubakr ilgirme Aksuga bir neçe nöbet leşker tatyp maglubiýet bilen çekinişge mejbur bolgan idi. Belkim bu qeýtimi şundaq bola. Aksu Emir Mirjabbor Berdibeg tolumu tedbirlik adam. Ol Mirza Abubakr'ın janaplary bilen onu bir adı bilen qerindaş dep aňlap edim. Dedi Qasımbek Qawçyn. Şundaq, aňlyganlary tamamen rastdyr. Dedi Muhammed Hüseyin Köregan. Adamның qosqydan argamçy toqunaqdan başqasy düşüdi diýdigan gep bar emasmy? Gerçi biz bir qursak qerindaş bolsakmy, huýpeýlimiz bir emas. Mirza Abubakr'nyň huýpeýli sebepliksin har hyjyl bolmagaýla. Dedi Babur Muhammed Hüseyin Köreganga qarap. Mejaz huluq insanga tugma bolady. Her kim özüniň huýpeýligi ýarşa ýol tapady. Bir qerindişiniň bad huýy bir qerindiş üçün zinhar ayıp emasdyr. Misalan alayly, Jahangir Mirza bilen ikimizmi aty bir, ana bilen qerindaşlarmyz. Emma onuň bedhuyi sebeplik atymyras Fergana wadasyny ýatlaga tapdyryp goýgany az dep, qazaqlyk azabyny ýetkiş tapdyk emasmy? Baburnyň jogabyny aňlap, Qasımbek Qawçyn patyňygy çykysardy. Şu tapda o oýlanmaýla Muhammed Hüseyin Köregandan sormaydigan sualını sorap salganlygyny his kılıp yetken idi. Keçirsizler Köregan janaplary, dedi o çyn köňlüden äppu sorap. Ýoksa, aramızda keçirim sorgudek gep söz bolanmady. Dedi Muhammed Hüseyin Köregan çyraýygy külki ýügürtüp. Emse Hirat ýürüşi qarar tapdy. Dedi Babur gepni äsli temaga ýötkep. Hazırca Şeybahның muqabilsiga çıkıdığan işki başqa durayli. Allah halisa mağlay şiyatnımı Mirza Abubakr'ның terroruzdan xalas kılarmız. Xanzada Seyyid Han'mı jim yatmağandı. Bu çaqçı ağzı Sultan Mansur Han bilen birleşip Aksuga kep boldu mu tehi? Belkim. Dedi Muhammed Hüseyin Köregan artıq sözleşini xalımay. Kabulni silige tapşırayım ekeyin dayman. Dedi Babur Muhammed Hüseyin Köreganga qarap. Hemmimiz Hiratga kelsek yaxşı bolmaz. Muhammed Hüseyin Köregan Baburnyň bundaq taklip berişini hiyalygyma keltirmegen idi. Kaminalarının alileri gamdamda boğun bar idi. Dedi o tevazu bilen sözlep. Kabulda mötüver emirler heli köp. Ula islağı baş bulup, ödüsüden çıqalaydı.
Oğu şundaq. Lekin sili bosh bo'lsalar texmi xotirjam bo'laman. Aslida Qosimbek Qovchin janoblarini qoldirib qo'yay degan. Lekin uzundan beri lashkariy divonni boshqarib kelgan bo'g'ashqa yenimda bo'lmasa bo'lmag'idek. Boshqa amirlarga ancha ishonchim yo'q. Sili degan menga ham tog'a, ham ota yo'lliq. Uning ustiga buzruk momam Shohbegim oliylarining holidan xabar olish uchunmi? Yana sili bo'lmasa bo'lmaydi. Oliylar shundoq deb turib olsalar, kaminlarning yo'q deyishga emas. İmkaniyetimning boricha har qanday ishlardan xabar olib turaman. Menga janoblarning aniq va'dasi kerak, dedi Bobur. Va'daga ojizlik qilaman, dedi Muhammad Husayn ko'ragan gapni ochiq qilib. Chunki kaminalar Kabulga mehmonman. Mehmonning sohibxona boshqarg'ini nada bor? Bobur uning nimaga ishora qilayotganligini tushunib, darhol esini yig'di. Janoblarning muddasini tushundim, dedi Bobur kulimsirab. Mendan savallik o'tibdi. U saroyning sirtiga qarab to'ladi. Qaysing bor? Labbay oliylari. Hudaychibek yugurib kirdi. Nizomdin Ali Xalifa, Mevlana Bobo Peshag'ari, Ahmad Qosim Kohi, Shirim Tog'oyi qatorliq mo'tabar amirlarga farmonimni yetkaz. Darhol yenimga kelsin. Bir cho'gin choy qaynamchilik vaqt ichida ismi atalgan peshqadam amirlar saroyga yig'ilib bo'ldi. Ati lashkar tortib berib, Herat sarkard lashkarlar bilan birlikda Shayboqning muqobilsiga chiqmoqchiman, dedi Bobur qo'l bog'lab turgan amirlarga qarab. Mamlakat ishlari har birlariga omonat qoldi. Saltanat ishlariga Muhammad Husayn ko'ragan janoblar muvakkal bo'ladi. Har qanday ishlarda ko'ragan janoblarning farmoniga shartsiz bo'ysunmaylar. Farmon berdormiz, deyishdi amirlar. Bobur Muhammad Husayn ko'raganga qaradi. Men Xurosonga berishda barliq ishonchimni sizga bog'ladim. Kabulning tinchligi men uchun kuch-quvvatdir. Bu haqda ortiqcha tushuntirmasam o'zlariga ayon. Bu amirlar har qanday ishlarni sizning oldilaridan o'tkazib ondan bejaradi. Kimdi-kim bo'yin tavliq qilishga petinadi ekan, yuz xotir qilmay jazolaydi. Oliylarining ishonchini jon dilim bilan oqlayman, dedi Muhammad Husayn ko'ragan o'rnidan turib. Bobur Qosimbek Qovchinni lashkariy yurishning hozirligini qilishga buyurib, o'zi mo'misi Shohbegim va hommilari bilan xo'shlashish uchun haramga qarab yo'l oldi. Shu topda Muhammad Husayn ko'ragan Boburga yana bir qitim qoyil bo'lib qolgan edi. Tungundan beri sus ushqindayotgan qor Yettusu vodisiga oppoq libos yapgan edi. Otliq lashkarlar dugdishgan edi. Piyoda lashkarlar bo'lsa, to'nlab ketgan putlarini isitish uchun to'xtamay yer tepatdi. Shu topda Saidxonning puti muzlab ketgan edi. Qaddilarini ruslislar inim, dedi u ot ustida qo'lini yengiga tiqib olib, tugilib o'ltirgan inisi Abduxalilxonga qarab. Biz bundaq tugilib olsak, lashkarlarimizning jasorati suslishidir. Abduxalilxon darhol qo'lini yengidan chiqarib, qaddini rusladi. Saidxon oldi tarafga bir chaqirim yiroqlikda texchi saptuzib bo'lamagan Tog'zi Sulton Mahmudxonning lashkarlariga mansitmaslik bilan nazar tashladi. Sulton Mahmudxon yetti kentdan o'zi bilan xo'shlashmayli ketib qolgan jiyan o'g'lining adibini berib, tog'liq ham xonlik salohiyatini bildirib qo'yish uchun olaydan o'zi lashkar tortib kelgan edi. Tunugin Saidxon Sulton Mahmudxonning oldiga chaparman avatib, nomaqullik bildirib, uzr haqliq aytgan bo'lsa-mu, tog'asini paylidan yondirolmagan edi. Sulton Mahmudxon bugun atganda nog'ri chaldirib, uni jangga undadi. Shu sababdan Saidxon amalsiz jangga chiqishga majbur bo'lgan edi. Tog'amdan ijozat so'ramay ketib qolganim albatta adabsizlik hisoblanadi. Ammo buni gunohga jo'rib atayin lashkar tortib kelishning zaruriyati yo'q edi. Uning ustiga tog'amning dargohidan boshqa birining emas, inim Abduxalilxonning qishiga keldim. Tog'amning g'azablanadigan ishga g'azablanmay, mushunchalik toyin yo'q ishga g'azablanib ketganini ko'rmamdigan. Ahvol bu darajaga yetganda, uning yo'l qo'yaversam bo'lmaydi.
Saidxon qishiga yetib kelgan Xo'jali Bahodirga qaradi. Böktürmüge qo'yilgan lashkarlar o'z joyiga berib bo'ldimi? Berib bo'ldi oliylar. Ularga tog'amga zaxm yetkazmaslik haqida topilganlar qattiq chekilib qo'ydim, xotirjam bo'lsizlar. Tog'am bilan o'zim bir so'zlashib baqay deyman, dedi Saidxon inisiga qarab. Ot yo'lliq tog'aga qilish yalang'ochlash faqatlik Allohdan o'tmayotdi. İxtiyorlari, lekin so'zlashning unumi bo'lmasmikin? Saidxon javob bermay etini devitdi. Soğuqqa chidamay to'ngib titrab turgan Sultan Mahmudxon oldiga Saidxonning o'z yolg'iz kelganini ko'rib, ko'nglidagi pushaymonlik tuyg'ulari qaytadan g'azabga almashdi. Bu badrak oldimga nima deb kelgandi? Gunohini tilash niyati bo'lsa, qilichini bo'yniga esib piyoda kelatdi. Ish qilib, uning bu gadankashligini osonlikcha bo'ldi qilib etmayman. Men degan heli ham mo'lay suyar, turpan, olmaliq mulkining toj egisiman. Öz vaqtida qo'shni ellarning xon sultonlari oldimda tik turishadi. Amdilikda enimning bu manqillari meni ko'zga ilmayotdi. Asrlarning orasida Maqsud Alimi bor, dedi Xo'jali Bahodir. Abduxililxon oldirab so'radi. Og'amni o'q bilan yaralandirgan ilq Maqsud Alimi? Shunda xonzoda. Uning kallasini ilanglar, dedi Abduxililxon. Og'amga qilgan qasdning jazosini torsin. To'xtab tursizlar, dedi Saidxon menga tamsilgan Xo'jali Bahodirga qarab. Uni o'ltirmay oldimga olib kelsizlar. Bosh ustiga Xo'jali Bahodir kayniga yondi. Ul badbaxtning kallasini o'z qo'llari bilan olaydigan o'xshamamdilar, og'a. Saidxon inisiga qarab sus kulimsirganicha bosh chayqadi. Uning hayotlik yo'li beray deyman. Nemishqa? Ajablanib so'radi Abduxililxon. Saidxonning oshq etim Maqsud Alining otgan o'qida yaralangan tog'iqi texchili saqaymagan edi. O'ng qo'lini ravus harakatlantira olmaydi. Maqsud Alining jonbozlik mahorati bekmi yuqori, dedi Saidxon inisiga qarab. Boshchaqda u o'qni qanday yerimga chanlab otgan bo'lsa, dal takkizalaydi. Shu chaqda balkim tog'imni chanlamagan bo'lishi mumkin. O'q tog'imga tekkandan keyin qo'limni faqat harakatlantira olmadim. Uning ustiga etim tez chapgan bo'lg'achqa Maqsud Alining oldiga berib qopdiman. Shu paytda u menga bemalol tig' uralaydi. Ammo undaq qilmadi va mendan kechirim so'rab qochib ketdi. Tog'amning sarkarlari orasida jang mahorati komil bundaq sarkard oz tepiladi. Amdilikda men uni o'ltirsam, nomardlik qilgan bo'lib qolaman. U qaytib berib yana tog'amning xizmatini qilsin. Saidxonning gapi oxirlashib bo'lg'icha Xo'jali Bahodir chambarchas bog'langan Maqsud Alini ip keldi. Chiroyi tomdek tatirib ketgan Maqsud Ali Saidxonga loppada bir qarab qo'yib yerga qarab oldi. Oxir qo'limga tushding, dedi Saidxon kulimsirganicha. Seni qo'limga tushira olmay ko'nglim g'ash bo'lib yuratdim. Maqsud Ali lom-jim demadi. Shu topda vujudini o'lim vahimasi chirmab olgan edi. Lashkarlar uning vujudini soldirib olgan bo'lsa kerak, usti beshi yelin edi. Shu sababdanmi yoki o'lim vahimasidanmi aytavr jaloqlab titraydi. Uni bog'laqdan bo'shdinglar. Saidxon vujudini silib Xo'jali Bahodirga uzatdi. Maqsud Aliga kiydirib qo'yinglar. Bog'laqdan bo'shangan Maqsud Ali mokkida tizlandi. Oliylar marhamatlikdir. Kaminlar o'limga mahkum gunohkorman. Bu katta iltifotlarni qabul qilg'idek salohiyatim yo'qdir. O'rinlardan tursizlar sarkarda, dedi Saidxon mag'rur qiyofatda. Jangdagi zaxmatni ko'ngilda adovat qilib saqlash mard bahodirlarning ishi emas. Shu chaqda meni oyoq qo'yganliklarini bilaman. Darhol yettikentga qaytib, xon tog'am Sulton Mahmudxon oliylarining holidan xabar olsinlar. Allah nisib qilsa, yana ko'rishib qolarmiz. Qudratli Tangrim nisib qilsa, xonzod oliylarining xizmatini qilib o'lishga roziman, dedi Maqsud Ali qoyil bo'lgan holda. Vujudimda qaytadan shundoq bir ishonch paydo bo'ldiki, oliylardek bahodir, azimat sarkarda bo'ladi ekan.
Büyük xandonligimizning saltanat quyoshi hargiz patmaydi. Saidxon Xo'jali Bahodirga qaradi. Maqsud Ali va boshqa asirga tushganlarga ot, oziq-to'lik berib yo'lga selib etinglar. Farmon berdorman, dedi Xo'jali Bahodir. Hirat, Üşmü pishiqi. Murg'ab daryosiga kelkin kelmagan bo'lsa-mu, suvi xeyli ulg'uyib qolgan edi. Daryo sohilidagi qorong'ulashgan bog'lardan, bo'stonliq ko'jim mahallalardan kakukning ovozi anglanatdi. Pat yaqinda bostirib kelish ehtimoli bo'lgan vahshiy dushmanning tahdidini hisobga olmaganda, Hirat shunchalik tinish, shunchalik xotirjam edi. Bobur Hiratga berishga ancha oldirab ketmagandek qiladi. Gerçi yoz fasli boshlangan bo'lsa-mu, Hiratga ip boradigan G'orband va Sibartu yo'lidagi qorlar texi erib bo'lanmagan edi. Bobur imkon bor inisi Jahongir Mirzoga yetishib olish uchun oziq-to'lik, chedir, qoral yarog' ortilgan to'glarni Vali Xordinbek bilan Davlat Qadambekka topshirib, boshqa sarkarlari bilan yengil jablanib mangan edi. Lekin xeyli tez mangan bo'lsa-mu, Jahongir Mirzoga yetisholmadi. Oziq-to'liklari orqasida qolgan bo'g'ashqa yo'l bo'yi Gerzavon, Almar, Qaysar, Chechakto degan yurtlardan ochliq yig'ib mangdi. Oxiri Darai bomda Jahongir Mirzo bilan uchrashdi. Ammo o'zidan ijozat so'ramay qilgan boshboshdoqlikni yuziga solmadi. Uzzaman Mirzo, Muzaffar Mirzo qatorli xonzodalar Muhammad Burunduq Parlas, Sunun Arg'un qatorli cho'ng baglari bilan Shaybon xonning muqobilasiga chiqish uchun Hirotdan chiqib, Bodig'ista lashkar to'plab etibdi. Dedi Jahongir Mirzo o'zi egilgan ahvoldan ma'lumot berib. Hozir marhum Sulton Husayn Boyqaro oliylarining xonzodalari o'z lashkarlarini elib kelib bo'pti. Faqat Mashhaddagi xonzoda Kepak Mirzolar jim turmagan o'xshaydi. Kepak Mirzoning kelmasligida biror sabab bordi, dedi Bobur qiziqib. Kepak Mirzo bilan Muzaffar Mirzoning o'rtasida burundan adovat bor ekan. U o'sha adovatni pesh qilib, men nimishqa Muzaffar Mirzoning oldiga berib, farmon bardorchilik qilgudakman deb kelgili unumapti. Og'i inilar yig'ilib, ittifoq bo'lib, Shayboqdek vahshiy dushmanning muqobilasiga chiqishga hozirlanayotgan mushundaq paytda yo'qilan adovatni deb yaramaz g'ururini pesh qilishning nima hojati? Dedi Bobur norozi bo'lgan holda. Bu degan g'urur ko'rsatganlik emas, nomardlik qilganlik. Qaraganda Kepak Mirzo to'limi chalqin odam o'xshaydi. Jahongir Mirzo akasining so'zlariga ifoda bildirmadi. Shu topda u ayni yili akasi bilan o'rtasida yuz bergan orozchiliklarni eslab qolgan edi. Shunga u akasi bu so'zlarni xuddi o'ziga qaratib da'vatgandek tuyg'uga kelib, gadinigacha qizirib ketdi. Ishki tuyg'usini yo'shirish uchun boshqa tarafga qarab oldi. Xonzodlarga Hirotga yaqinlab qolganligimizdan xabar berib o'taylik, dedi Bobur Qosimbek Qolchinga qarab. Said Abzal bilan Sulton Muhammad Do'lday xabar yetkizsin. Biz xabar kelgich saqlab turmizmi yoki mang'ash turmizmi? deb so'radi Jahongir Mirzo. Saqlab turaylik, dedi Bobur. Ol Hirot xonzodalarining dimiqi ustun deb anglaganman. Qoida bo'yicha ular oldimizga kishi avatish kerak. Jahongir Mirzo lom-jim demadi. 3 kun o'tganda ularning oldiga Muhammad Burunduq Parlasning o'zi keldi. Gerçi oldiga xonzodalarning birari kelmaganligidan Boburning ko'ngli biroz yerim bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Muhammad Burunduq Parlas Hirot ordasiga eng martabalik amirlardan bo'lg'asqa bu ishni ancha ko'ngliga elib ketmadi hamda uningga xonzodalar bilan Murg'ab daryosi bo'yida ko'rishishga va'da berdi. Bugun Bobur o'sha va'dasi bo'yicha barliq sarkarda lashkarlarini elib Murg'ab daryosi bo'yiga yetib kelgan edi. Sulton Husayn Boyqaroning 4-xonzodasi Abul Husayn Mirzo Boburning istiqboliga chiqdi. Avval Abul Husayn Mirzo otdan tushdi. Ondan Bobur otdan tushdi. Miyat kelib ko'rishib, omon-esanlik so'rashdi. Ondan otga minib yo'lini davomlashtirdi. Murg'ab daryosi bo'yidagi Hirot xonzodalarining ko'chma o'rdasi oldida Muzaffar Mirzo bilan Ibn Husayn Mirzo bir to'p amir baglar bilan kutib turgan edi. Ikki xonzoda Boburni ko'rib, otlaridan tushmadi.
izohatni o'qib o'tay. Amir Temur shajarasida Abul Husayn Mirzani Husayn Boyqaronning 4-o'g'li qatorida ko'rsatgan. Bobur nomida bu ism Abul Muhsin deb ilingan deb izohatdi. Ikki xonzodaning nima qilgani bu? Meni ko'rib turib otdan tushaymi demaydi-ya? Bo'pti. Undaqda menmi otdan tushmay. Bobur ikki xonzoda bilan ot ustida salomlashib ko'rishdi. Ikki xonzodaning og'zidan gupildab sharob purqi keladi. Kayf ta'siridan mang'izlari qizirib, ko'zlari xumarlashib ketgan edi. Ularning meni otdan tushib qarshi olmag'ini takabburlikdan emas, kayflikdan ekan. Tova. Otasi teg'i yaqinda qazo qilgan tursa, uning usti kuchlik yov burni ostiga kelib qolgan tursa, kayf sapa aysh ishratga qandoqmi ko'ngli tatqandi. Bobur xiyolga asir bo'lib, cho'ng xonzoda Baduzamon Mirzaning shohona chedirining oldiga kelib qolganini tuymay qolgan edi. U otdan tushib birinchi bo'lib chedirga qadam bosdi. Uning orqasidan Qosimbek Qovchin kirdi. Tördagi o't qasdak kelam selingan shoxsupining ustidagi ta'tilla ko'rpida cho'ng xonzoda Baduzamon Mirza chaza qurib o'tirdi. Bobur eshik tubida bir yukinib etib oldiga qarab mangdi. Qoida bo'yicha Bobur yukingandan keyin Baduzamon Mirza o'rnidan turib, shoxsupidan tushib Boburning oldiga kelib ko'rishishi kerak edi. Ammo Baduzamon Mirza to'lim oldirmay o'rnidan turdi. Bu chaqda Bobur chedirining o'ttirsiga kelib bo'lgan edi. Qosimbek Qovchin chabdaslik bilan Boburning kameridan tutib tatdi. Boburni to'xtatib olmasa, Baduzamon Mirza bilan shoxsupining qishida ko'rishib qolganligini pamdigan Qosimbek Qovchin Boburning g'ururini, shuhrat, martabasini qo'g'dab qilish uchun ashundoq qilgan edi. Sadoqatman amrining maqsadini tushungan Bobur turgan joyida taqqida to'xtadi. Uninggacha Baduzamon Mirza shoxsupidan tushib Boburning oldiga keldi. Bu chaqda Bobur Baduzamon Mirzaning og'zidan sharob puruq kelayotganligini sezdi. Shoxsupiga ayrim qilib ikki o'rin rastlangan edi. Muzaffar Mirza gap qilmayli berib, aksi Baduzamon Mirza o'tirgan ko'rpada o'tirdi. Podsho oliylarini to'shakka boshlasizlar. Baduzamon Mirza inisi Abul Husayn Mirzaga qarab shundoq degandan keyin asliga o'rniga berib o'tirdi. Abul Husayn Mirza Boburni shoxsupidagi yana bir ko'rpaga ehtirom bilan boshladi. Shoxsupining to'van tarafidagi o'ng so'l tarafga yana bir qancha to'shak rastlangan edi. Boshqa xonzodalar Jahongir Mirzani Boburning oyog'i tarafdagi to'shakka boshlagandan keyin o'zlari yosh tartibi bo'yicha o'rin olishdi. Qosimbek Qovchin Muhammad Burunduq Barlas Zunun Arg'unlar bilan bir to'shakda o'ltirdi. Qisqil Fatihadan keyin qayta tinchlik amonlik so'rashdi. Chaqқан mulozimlar hammalarning qo'liga suv berdi. Ondan har bir to'shakdagilarning oldiga birdan shira qo'yib, oltin kumushdan yasalgan qoch taqsilarda turli g'izolarni tortishga boshladi. Texi g'izoga qo'l uzatmay turibla sharobchilar qadahlarga sharob qo'yishga boshladi. Baduzamon Mirza bilan Muzaffar Mirzaning bir to'shakda o'ltirib olishidan g'alatilik his qilgan Bobur g'izo bilan sharobning dasturxonga tangli paydo bo'lishidan texmi ajablandi. Chunki sharob har qanday so'rinda g'izodan keyin ichiladi. Bo'libmi bugungidek cho'ng lashkariy ishlar haqida suhbat bo'lgan so'rinda sharobga chek qo'yiladi. Ammo buni Xuroson xonzodalari bo'lsa, sharobni xuddi ussizlik o'rnida ichib na lashkariy ishlar haqida, na o'zlarining hozirgi ahvoli haqida eg'iz ochmaydi. Baduzamon Mirza xeyli zo'rlagan bo'lsa-mu, Bobur sharob ichishni qat'iy rad qildi. Osh qursaqqa sharob ichganlik uchunmi xonzodalar mast bo'lishga boshlagan edi. Shunga har kim yenidigilar bilan bo'lmug'ur paranglarga tushib ketgan edi. Buni oz deb sozandilar bilan raqqoslarmi tangli paydo bo'ldi. Ota-bobolarimiz saltanat ishlarida Chingiz odatiga qattiq rioya qilib kelgan. Ammo yig'ilish, et bayram, to'y to'kin, barobat, o'ltirish, mehmondorchiliklarda Chingiz odatini bara-bara tashlab etgan yoki muvofiq o'zgartgan edi. Lekin buni Xuroson xonzodalarining qiliqi qaysi ajdodimizning yurtimiga kirdigandir. Yoki ular Chingizning odatlarini texnicha davomlashtirib o'tamdigandir.
va yoki Hirotning o'z oldiga qoida sunib olmadi. Chingizning odatlarimi qat'iy amal qilmas bo'lmaydigan qonun emas. Ota-bobolarimizmi o'zgartishgan-ku. Ammo bir kimdan yaxshi bir qoida qolgan bo'lsa, albatta uningga amal qilish kerak. Navoda ota yomon odatga moyil bo'lgan bo'lsa, farzand yaxshi odat bilan uni tuzitib javob qilmoqi zarur. Merhum Sultan Hüseyin Bayqara alilerini her günü peşinden keyin işidi o. İçmegen birmi günü yo'q deb anglab edim. Ahvoldan qaraganda o'g'illar buni haqdodiga yetkazgandek qiladi. Bunda xonzodalar bilan Shayboqning muqobilasi chiqqil bo'larmikin ta. Endi ular bilan lashkariy ishlarni so'zlashish mumkin emas. Eng yaxshisi qaytib oramalay. Ertaga suhbatlasharman. Babur adab saqlab bir osh pishim chidab o'ltirdi. Ondan Badiuzzamon Mirza bilan Muzaffar Mirzaga o'zini aytib, o'z qarorgohiga qaytib ketdi. Jahongir Mirza so'rinda qilib qoldi. Badiuzzamon Mirza bilan Muzaffar Mirzadan yeshim martabam yuqori, dedi Babur atiganda oldiga salomga kelgan Muhammad Burunduq Barlasga qarab. Ota-bobolarimiz saltanatining ostonasi bo'lgan Samarqandni 2 qatim jang bilan elib, ajdod taxtida o'ltirdim. Bu Xuroson xonadonida kim dushmanga qarshi manchilik jang qilibdi? Qoida bo'yicha xonzodalar bugun atigan oldimga salomga kelib, ordiq so'rish kerak edi. Tegishli ta'zimning bajarilmasligi muvofiq emas. Kechirgaylar podsho olilari, dedi Muhammad Burunduq Barlas o'zir haqliq bildirib. Aslida oldilariga xonzodalarni boshlab kelarman degan. Tunigin sili qaytib ketgandan keyin tunni isbig'icha ichishdi. Atigan hech qaysi o'rnidan turmabdi. Shunga men bo'lsam kelgashtiray dedim. Bu so'zlarni xonzodalarga cho'qim yetkazman. Babur chiroyiga salpal kulki yugurdi. Anglasam Badiuzzamon Mirza bilan Muzaffar Mirza Hirot taxtiga sherik podsho bo'ptimish. Bu rostmi? Eshitganlari rost olilari, dedi Muhammad Burunduq Barlas o'ng'aysizlangan holda. Aslida qoida bo'yicha cho'ng xonzoda Badiuzzamon Mirza valiahd edi. O'zaqiyli marhum xon otasi Sulton Husayn Bayqara olilari bilan zidlashib urush qilgandan keyin xon olilari g'azablanib uning valiahdligini bekor qilgan bo'lsa-mu, lekin valiahdi bekitmagan edi. Kutmaganda xon olilari tuyuqsiz qazo qildi. O'rdadagi cho'ng kichik amirlar qaysi xonzodani taxtga chiqarish ishida birlikka kelolmay, biri cho'ng xonzodani, biri Muzaffar Mirzani yoqlab ikkiga bo'linib ketdi. Oxir mana shunday sherik podshohlik tayin topdi. Shuning bilan Badiuzzamon Mirza o'rda ishga og'liqiga Tununbek Arg'unni, Muzaffar Mirza o'rda ishga og'liqiga kaminlarni tayinladi. Yana texi Hirot shahrining hokimligiga Shayx Ali Tog'oyi Badiuzzamon Mirza tarafidan, Yusuf Ali Ko'kuldosh Muzaffar Mirza tarafidan tayinlandi. Ajoyib bir ish bo'pti, dedi Babur istihzo aralash kulib. Bir odam qiladigan xizmatni ikki odam qilg'ila tursa, o'rdining xarajati qanday yetishadi? Bu oxir berib avom ra'yatga yuk bo'lmamdi. Babur mushlarni davitib, Shayx Saydining Gulistondagi 10 darvish bir palasta uxlaydi, ikki podsho bir iqlimga sig'maydi degan hikmatini esiga oldi-yu, lekin og'zidan chiqarmadi. Xonzodalar jang tayyorligini bitirib bo'lgandi. Yo'qsa, tex bitmadi, dedi Muhammad Burunduq Barlas. Xonzodalar marhum xon olilarining hayot vaqtidagi farmoniga bo'ysunib, murg'ab yoqisiga kelgani bilan ko'pincha lashkarlarni to'liq ep kelmadi. Nemishqa? Sababini kaminlarimi bilmayman. Fahmimcha, hammasining oti taxtidan tamayba. Shunga hech qaysi jangda lashkarlardan ayrilib qolishni xohlamaydi. Hammasi o'z viloyatlariga bir qism lashkarlarni yo'shirib qo'yishdi. Ondaqda ular bilan hamkorlashib jang qilg'il bo'lmagidak, dedi Babur terikkan holda. Podsho oliylari xonish Xadicha begimga yo'liqqanda ig'ir olmay bu ahvollarni bildirgan bo'lsalar, Xadicha begim farmon bersa hech qaysi yo'q deyolmaydi. Endi yana bir podshoh chiqdi. Yana kelib ayol zoti.
deganlarni xiyoldan o'tkazdi Bobur. Sultan Hüseyin Bayqara oliylarining bu xonishini to'limi yiligar Azazul Zuvandar bir xotun deb anglamadim. Ayni yili o'g'li Muzaffar Mirzani valiahd qilish uchun Cho'ng Xonzodbek u zamon Mirzani Bayqara oliylariga chiqishtirib, ota-bola o'tirsida tafriqchilik paydo qilgan ekan. Bayqara oliylarimi bu xonishning ro'yiga bek boqadi ekandik. Amdilikda o'rnining huquqini changalga elibdi-da. Oxir berib bir xotin kishiga yilinamdim amdi. Aslida Heratga kelmay turadigan ish ekan. Jahongir Mirza oldiroq salliq qilib qoldi. Onu endi g'iymatga yo'q Ulxonzodlar bilan sharafbozlik qilib o'tdi. Kabulga qaytaymi ya? Bu chaq bo'lganda kelsam haq nimada? Üstümden qandaq fitna tarqitishar. Hadicha begim bilan ko'rishmay zot amal bo'lmasmi? Babur lashkarlarini Murg'ab daryosi bo'yida qoldirib, Qosimbek Qovchin qatorliq bir qancha amirlarni elib, Herat shahriga kirdi. Bab o zaman Mirza bilan Muzaffar Mirzaning alohida tayyorlab bergan qasrda turg'isi kelmay, kichkidan bir ko'rishni orzu qilib kelgan Amir Kabir Navoiy hazratlarining qasrini vaqtliq turalg'i qilib tanladi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.